Kegel bilan intim gimnastika bitta narsami deyishingiz mumkin. Yo'q, bitta narsa emas. Chunki Kegel mashqlari orqali biz toz osti mushaklaridagi tashqi mushaklar bilan shug'ullanamiz. Intim gimnastika trenajyor orqali ichki mushaklarimiz bilan shug'ullanganimiz hisobiga bizda natijalar vasha zo'r bo'ladi. Qaranglar, mana bizani qinimizda turadi. Mana jinsiy lablarimiz, mana bu bachadonimiz, mana bu tuxumdonlarimiz, mana bu sheykamiz, mana qinimiz. Kegel mashqlarini YouTube'dan hamma yoqdan topib qilsangiz bo'ladi, lekin u mashqlar vaqtinchalik. Boshida samarali bo'ladi, lekin u yog'iga effekti kam. Endi qarang, intim Kegel mashqlari mana bizning yuzaki mushaklarimiz bilan ishlaydi. Chunki trenajyorda biz har bitta mushaklar bilan shug'ullanib chiqamiz. Shuni hisobiga bizda natijalar zo'r bo'ladi.